Siz 9 xil jaluzi turlarini ko'rgansiz, katta ehtimol bilan 7-chi, 9-chi jaluzini ko'rmagansiz. Plise ko'rinishida materiali garmoshkaga o'xshab ketadi. Rom va eshiklarni har bir ko'ziga qo'yiladi. Bu esa romdan foydalanishga juda ko'p qulayliklar yaratadi. Combo Turkiya va Xitoy mahsulotlari bo'lib, bu model jaluzilar ichida ommabop, qat'iy qaramasangiz ko'zga ko'p ko'rinadigan juda qulay jaluzi. Mini bu model lentalari combo lentalari bilan bir xil bo'lib, ajralib turadigan tomoni romni har bir ko'ziga o'rnatiladi. Kasetning bu model ham lentalari combo lentalari bilan bir xil bo'ladi. Ajralib turadigan tomoni romni har bir ko'ziga o'rnatiladi. Jaluzining 4 ta tomoni alyumin bilan o'ralgan bo'ladi. Rollo Turkiya va Xitoy mahsulotlari bo'lib, bir qavatli adnatonni yoki minimalistik ko'rinishni yaxshi ko'radiganlar uchun minimalniy uzorli jaluzi. Turkiya Rollo shtori birinchi qavati uzor tushirilgan tul, ikkinchi qavati adnatonni zashitniy qismi va karniz uchun bahramasi ham bo'ladi. Xitoy Rollo shtori bu ham 2 qavatli bo'ladi va tul qismidagi uzorlari Turkiya mahsulotidan ajralib turadi. Diki vertikalniy jaluzi bo'lib, har bir skladkasi отдельный va materialdan bo'ladi. Rom va eshiklardan foydalanishga juda ko'p qulayliklar yaratadi. Shangri-La noodatiy ko'rinish va nafis dizayn bilan boshqa modellardan ajralib turadigan jaluzi. Keyingi videolarimizda har bitta jaluzining plyus va minus tomonlari haqida gapirib o'tamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, saqlanib va podpiska tugmasini bosib qo'ying.